Tong saharda qishlog'imiz uyg'onadi. Qushlar sayrashi atrofga tarilib, tabiatning o'zgacha bir sokinligi qalbga orom bag'ishlaydi. Hovlilardan eshitilgan uy hayvonlarining tovushi, toza havo va osoyishta muhit insonni o'ziga rom etadi. Bu yerning har bir lahzasi, har bir nafasi insonga iliqlik va huzur baxsh etadi. Ana shunday fayzli maskan bizning qishlog'imiz. Bizning qishlog'imizning Oytamg'ali deb atalishi ham uzoq tarixga borib taqaladi. Bu nom aslida qadimiy urug' nomi bilan bog'liq. Katta urug'lardan biri Qora Xitoy urug'i bo'lib, undan keyin Qo'ng'irot urug'i. Shu urug' ichidagi kichik bo'linmalardan biri esa Oytamg'ali hisoblanadi. Bu haqda tarixiy manbalar va kitoblarda ham ma'lumotlar uchraydi. Tarixga nazar tashlasak, bu hududlar ilgari Buxoro xonligi tasarrufida bo'lgan. O'sha davrlarda bu yerda Qo'ng'irot nomli yirik qishloq mavjud bo'lib, Oytamg'ali uning kichik bir qismi sanalgan va vaqt o'tishi bilan atrofda yangi qishloqlar paydo bo'lgan. Ma'lum bir davrda daryo bo'yidagi qishloqlarni boshqa joyga ko'chirish masalasi ham ko'tarilgan. Ko'plab qishloqlar ko'chib ketgan, ammo bizning qishlog'imiz o'z joyida qolgan. Agar o'sha paytda bizning qishlog'imiz ham ko'chib ketganida, ehtimol Oytamg'ali nomi ham tarix sahifalaridan yo'qolib ketishi mumkin edi. Bu jarayonda qishlog'imizning sobiq brigada boshlig'i Alimov Baxtiyor boboning otasi Egamberdi boboning ham xizmatlari katta bo'lgan. U kishining sa'y-harakatlari bilan qishlog'imiz saqlanib qolgan va bugungi kunda ham o'z nomi bilan yashab kelmoqda. Hozirgi kunda esa qishlog'imiz yanada kengayib, aholisi qariyb 2000 nafarga yaqinlashib qolgan. Bu yerdagi tepaliklar Xorazmdan to Tojikistongacha cho'zilgan eski davlatlarni boshqaradigan sulolalar davrida qurilgan majburiy yo'llardagi strategik obyektlar bo'lgan.
Agar dushman bostirib kelsa, bir tepalikdan ikkinchisiga tunda olov, kunduzi tutun orqali xabar yetkazilgan. Bunday tepaliklar hozir juda ko'pini buzib tashlashgan. Hozirgi vaqtda ham tepaligimizdan odamlarning turli xil buyumlarini topishimiz mumkin. Ota-bobolarimiz asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan. Qishlog'imiz daryoga yaqin joylashgani sababli suv mo'l bo'lgan. Hayot esa tabiat bilan uyg'un kechgan. Qishlog'imiz bolalari suzishni boshqa joyda emas, aynan shu daryoda o'rganishgan. Ular bolaligidan suvda chiniqib, tabiiy ravishda suzishni egallab ulg'ayishgan. Ammo bugungi kunda vaziyat biroz o'zgargan. Daryoning suvi kamayib, ko'lami kichraygan. Hozirgi kunda ko'plab yoshlarimiz suzishni bilmaydi. Holbuki bu bizning qadriyatlarimizda muhim ko'nikma hisoblangan. Hatto oytamg'ali bolasi suzishni bilmaydi degan gap uyatli hisoblanadi. Qishlog'imizda azaldan birdamlik ruhi hukm surib keladi. Turli hasharlar va tadbirlar orqali odamlarning o'z ixtiyori bilan birlashib, katta ishlarni amalga oshirib kelishgan. Yo'llarimiz asfalt qilindi, ko'chalarimizga yorqin chiroqlar o'rnatildi. Bu ishlarning barchasi xalqning o'zaro hamjihatligi va birdamligi natijasidir. Bu an'ana bizga ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan. Ular kimningdir uyida hashar bo'lsa, tong sahardan quyosh botguncha birgalikda mehnat qilib, uyning devorlarini tiklab ketishgan. O'sha paytlarda bu birdamlik va hamjihatlik boshqa qishloqlarni ham hayratga solgan. Ular ham qishlog'imizdagi ahillikka qoyil qolishgan. Qishlog'imizda ichimlik suvi masalasida ham xalqning o'zi harakat qildi. Qishlog'imizda Buxoroga ketadigan Damxo'ja katta suv trassasi bor. Qishloq odamlari o'z tashabbuslari bilan 2,5 kilometr joydan quvur tortib kelib, maktabgacha toza ichimlik suvi olib kelishdi. Hozirgi kunda maktab ham, aholi ham shu toza suvdan ichmoqda. Garchi buni hal qilish uchun biroz vaqt, 5-6 oy ketgan bo'lsa-da, aholining o'zaro birikuvi natijasida amalga oshdi. Ana shunday mehr-oqibat va birlik bugun ham qishlog'imiz hayotining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Navro'z va boshqa bayramlar kelganda qishlog'imiz yanada jonlanadi. 7 ta ko'chamizda 7 ta qozon osilib osh damlanadi. Hamma bir joyga jam bo'lib bayramni ko'tarinki ruhda nishonlaydi. Bu kunlarda qishlog'imizda mehr-oqibat, quvonch va birlik yanada yaqqol seziladi. Tadbirlar, to'y-ma'rakalar esa har doim chiroyli, tartibli va ahillikda o'tadi.